Biz bilan zamondosh bo'lgan 14 ta insonni yuragida katta bir his-hayajon. Xonadonlar bu tayyor ta'mirlangan uy-joylaringizni to'liq hujjati sizlarning nomlaringizga o'tdi. Zakot mablag'lari Vaqf xayriya jamoat fondi hisobiga yig'ilgan edi va hamma tomonlama o'rganib, boquvchisini yo'qotgan yosh farzandlari bor, shu uyga haqli bo'lgan insonlarga ahli zakot xayr egalari nomlaridan ulashildi. Muftiy hazratlari ham hammalaringizga ko'pdan ko'p salom aytdilar. Xalqimiz orasidagi yordamga, ko'makka juda ham ehtiyoji bo'lgan kishilarga mana shu yurtimizdagi xayru saxovatlik kishilarni ko'magi, yordami, ihsoni, ularni bir ko'ngliga xursandchilik soladigan bir ulug' tadbir ustida jam bo'lib turibmiz. Hayajon kuchli hozir. Allohga shukr. Shu Vaqf xayriya fondini jamoasiga ming rahmatlar aytamiz. Muftiy janoblariga ham, prezident janoblariga ham. Uylar mana berishyapti, Alloh rozi bo'lsin. Biz barcha ehsonlarimizni Vaqf xayriya jamoat fondi orqali amalga oshirar ekanmiz. Barcha qatlamlarda mana bunday xayrli ishlarni barchamiz bir tam, bir jon bo'lib, o'zimizni hissamizni qo'shadigan bo'lsak, albatta Alloh taolo bizni berganimizga ham, o'zimizda qoldirganimizga ham baraka ato etadi. Vaqf xayriya jamoat fondi